Lekin sizlar bilan Shahab Nurmanizamjevich bugun biz Rossiya Federatsiyasiga kirishga taqiq qo'ygan chet el fuqaro bo'lmagan shaxslar yuzasidan gaplashib o'tamiz. Ya'ni Rossiya Federatsiyasiga hozirgi paytda juda ham taqiq juda ham ko'payib ketdi. Fuqaro taqiq olib kira olmayotganlar juda ham ko'p. Taqiqni qanday yechish mumkinligi to'g'risida murojaatlar kelib tushyapti. Murojaatlar yuzasidan haqiqatda o'rganib chiqyapmiz. Birinchi o'rinda ko'p holatlarda fuqarolar o'zlari tushunmaydi nima sababdan taqiq olganligini. Buni bilmaydi. Ya'ni qarori ham ularning qo'lida mavjud emas. Nima sababdan taqiq olganligini tushunmaydi, bilmaydi. Rossiyani o'zida bo'lib turib ham taqiqqa tushib qolyapti yoki chiqib ketgandan keyin, ya'ni Rossiya hududini tark etgandan keyin ham taqiqqa kelib tushyapti. Buni birinchi o'rinda qarorni, ya'ni sizga nisbatan taqiq qo'yish to'g'risidagi qaror bilan tanishib chiqqandan keyin aniq bo'ladi. Ko'p holatlarda bizning kollegalarimiz, yuristlar Rossiyada o'rganilyapti, lekin moddasi imенно qaysi qonunga asosan, qaysi moddaga asosan taqiq qo'yilgan deb ko'rib turib, uning imkoni yo'q yetishdi deyapti. Lekin bu narsa juda ham xato deb hisoblayman, sababi taqiqda har bittasini yetsa bo'ladi. Agarda u to'g'risida o'sha taqiq qo'yish to'g'risidagi qaror bilan tanishib chiqqandan keyin aniqlanadi. Bu xato moddaga qarab turib taqiqni yechishning imkoni yo'q deyishlik bu juda ham xato narsa. Masalan, FSB tomonidan qo'yilgan bo'lsa, MVD tomonidan qo'yilgan bo'lsa, buni oldin qarorini ko'rib, o'rganib chiqib turib hal qilinadi. To'g'ri, FSB hozirgi paytda biz bilamiz, praktikada juda ham ko'p ko'rganmiz. Taqiq to'g'risidagi qaror taqdim etmaydi, faqatgina sudda taqdim etadi. Sudda taqdim etadi. Bu qaror bilan faqatgina sudda tanishib chiqasiz. Lekin tanishib chiqqaningizdan keyin siz advokat yo'llagan bo'lsangiz, advokatga tushuntirishingiz mumkin. Advokat u holatda nimalar qilish kerakligini tushuntirib o'tadi. Agarda biz praktikada ko'p bo'lgan, biz ko'p qatnashganmiz, FSB bilan kerak bo'lsa, MVD bilan ko'p suhbatlashganmiz. Ularda qo'yayotgan taqiq to'g'risidagi qarorlari bir 50% asossiz qo'yiladi. Asossiz asos qilinmagan holatda bu materiallarni o'rgansangiz umuman boshqa masalalar yozilgan, boshqa taqiq qo'yishga asos bo'lmagan holatlarda asoslab taqiq qo'yib qo'yadi. Lekin buni o'rganmasdan turib hozir taqiqni yechib bering, yetsa bo'ladimi deb oldindan xulosa qilishligi bu noto'g'ri narsa. Chunki birinchi o'rinda taqiqni yechish emas, ya'ni admin qilish, taqiq to'g'risidagi qarorni admin qilish faqat sudga bog'liq. Yoki o'zlari o'sha kim qo'ygan bo'lsa, o'shani upravleniyani o'zi bekor qilishga vakolati bor. Menga bir murojaat kelib tushdi. Katta murojaat yuzasidan biz shartnoma tuzdik. Shartnomasi yuzasidan o'rganib chiqdik. O'rganib chiqqanimizda unga nisbatan Omskiy tomonidan taqiq qo'yilgan. Taqiq to'g'risidagi qarorni oldik. Faqat o'qib chiqdik. Qarorda bevosita ko'rsatilgan. Taqdim etaman, e'tibor berishingiz mumkin. Mana taqiq to'g'risidagi qarorni ko'rdinglar. Bu yerda qonun bevosita ko'rsatilgan, federal zakon 1996-yilda 15-avgustda bu qaror qonun qabul qilingan. 114-federal qonuni. Ya'ni bu qaror qonunda 26-statyasi 4 bandiga asosan qo'yilgan. Ushbu qarorda ko'rsatilgan, ko'rdinglar. Endi sizlarga e'tibor bersanglar, ushbu moddada 4-bandida nima deb ko'rsatilgan? Ya'ni неоднократно более 2 раза в течение 3 лет привлекались к административной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации о совершении административных правонарушений на территории Российской Федерации в течение 3 лет со дня вступа в законную силу последнее постановление о привлечении к административной ответственности. Yani
bu yerda ko'rsatilyapti 3 yil ichida agarda ma'muriy javobgarlikka 2 marotaba tortilgan bo'lsa, ushbu ma'muriy javobgarlikka tortilgan oxirgi qarori 3 yil ichida kuchga kirgan bo'lsa deb ko'rsatiladi. Ya'ni 3 yil ichida kuchga kirgan bo'lsa, haqiqatda ham taqiq qo'yish mumkin. Men ish hujjatlari bilan tanishish maqsadida haqiqatda ham bu yoqqa zapros berdim. Bu qarorda ichidagi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi taqiq to'g'risidagi qarorda ichida ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi qarorlarda bayonotlar bilan tanishish uchun zapros berdim. Zaprosim yuzasidan menga javob berishdi. Marhamat, ko'rsatib o'taman. Mana ko'rdinglar, javob xatda ham, ya'ni ma'muriy javobgarlikka tortish meni himoya ostimdagi mansurga nisbatan tuzilgan bayonnoma hamda qaror ish tugatilganligini ma'lum qilgan. Ya'ni uning harakatlarida ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi qonunda immunno tarkibi mavjud emasligi sababli tugatgan. Tugatish sabablari shu bo'lgan. Endi bu taqiq to'g'risidagi qaror agarda ikkita harakat bo'lsa deb ko'rsatilgan, bu yerda ikkita harakat, ya'ni ikkita ma'muriy javobgarlik tortilgan bo'lsa deb ko'rsatilgan. Agar ikkita deb ko'rsatilgan bo'lsa, bittasi bekor qilingan bo'lsa, bu qaror asossiz hisoblanadi, ya'ni noqonuniy hisoblanadi. Bittasi bekor bo'lgan. Bu holatda shikoyat qilsangiz bo'ladi sudga yoki o'zlariga murojaat qilsangiz bo'ladi. Men o'zlariga murojaat qildim. Murojaat qilganimda bu ko'rib chiqishini aytdi, ko'rib chiqiladi. Bekor qilishi aniq. To'shni bunda. Bu holatda bekor qilinadi. Shuning uchun oldin ish hujjatlari bilan tanishmasdan turib, bilmasdan turib, oldindan xulosa qilishlik bu noto'g'ri deb hisoblayman. Hozir juda ham ko'payib ketdi bunaqa holat. Juda ham Rossiyada turib bu yerda zapret yechaman deydi, faqatgina moddasiga qaraydi. Moddasiga qarab turib zapret yechamiz deydi. Bu xato. Moddasiga qarab emas, ya'ni ish hujjatlarini o'rganib turib xulosa qilgan menimcha yaxshi deb hisoblayman. Agarda sizlarga ishonchli yuridik xizmat kerak bo'lsa, menga murojaat qilishinglar mumkin. Menga murojaat qilsanglar, biz ish hujjatlaringizni o'rganamiz. Ish hujjatlari bilan o'rganib, qonuniy adolatli yechimni muhokama qilib yordamini qilaman. Bizda bu yuridik xizmat garantiya beriladi, garantiyonli bo'ladi, ya'ni qonundan kelib chiqib garantiyonli bo'ladi, ya'ni ishda oldindan javob bera olmaymiz. Agarda zarracha qonun buzilish holatlari bo'lsa, biz bilamiz nima harakatda bo'lishini. Yutib chiqishimiz mumkinligini aytamiz. Yutib chiqish mumkin emasligini ish hujjatlari bilan o'rganib chiqqandan keyin aytiladi. Lekin ko'pchilik hozirgi paytda ish hujjatini qanday ko'radi? Unga nisbatan zapret to'g'risidagi javob xatini oladi yoki statiyasini ko'radi. Zapret mana bu statiyaga qo'yilgan ekan, shu statiyani bekor qilsa bo'ladi. Bunday bo'lmaydi. Bunday holatda o'rganish mumkin emas. Bunday holatda o'rganish mumkin emas. Chunki statiyada nima yozilgan bo'lsa, o'sha materialda, qarordagi materialda immunni so'rash kerak. Materialda immunni o'rganish kerak, pravonarushiya qachon tuzilgan, nima bo'lgan, nima qo'ygan, o'sha materiallar bilan tanishib turib, keyin muhokama qilinadi. Oldindan statiyaga qarab turib xulosa qilishlik bu asossiz, o'rinsiz narsa. Bu to'g'risini aytganda zapretni yetishmas, u yolg'onchilik holat. Maqsad u faqatgina sizni statiyangizga qarab turib sizdan pul so'rayotgan bo'lsa, bu noto'g'ri, o'rinsiz narsa. Chunki bu yurist odam bunday ish qilmaydi. Advokat, yurist bunday holatda olib kelmash kerak. Bunday holatda o'rganmash kerak. Siz tushuningki, siz statiyangiz emas, sizni qaroringiz, zapret to'g'risidagi qaror qo'lingizda mavjud bo'lishi kerak. Buni agarda sizlar ololmasanglar, o'rgana olmasanglar, bizga murojaat qilsanglar, biz bevosita ish hujjatlari bilan to'liq tanishib, sizga nisbatan qachon, qayerda, nima to'g'risida qabul qilinganligini o'rganib chiqib, sizga xabarini berib, sudga yoki o'sha правоохранительный орган, отдел правовопросов миграции yoki
kim qo'ygan bo'lishidan qat'iy nazar o'sha tashkilotga murojaat qilamiz, o'rganib chiqib xulosasini qilib beramiz. Sizlar bilan Shahob Imron Nizamjinovič bo'ldi. Juda ham katta rahmat. Qanaqadir yuridik xizmat kerak bo'lsa, quyidagi nomerlarga murojaat qilishinglar mumkin. Biz ishonchli yuridik xizmat ko'rsatamiz. Sog' bo'linglar, salomat.